Oy. Ofarin ona qizim, o'zim asal qizim. Ofarin, zo'r. Voy. Keling Maqsudjon, sog'liqlar durustmi? Uychilar ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Qoyilman do'stim, ovora bo'lib, nimalar ko'tarib yuribsiz? Bu nima emas? Bu daryoning spesialniy balığı qo'y bu. Bu tili yo'q. Qiltanag'i yo'q. Og'zingga salib bersang, bilq etib o'tib ketadi voy. Yaxshi, qani yuring. Voy, assalomu alaykum Maqsud og'a. Keling. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Hamansin ba. Bola shaga aman ba. Rahmat. Sen derdin spesialniy ko'rim deb keldim qo'y. Juda yaxshi qilibsiz. O'zingiz yaxshimisiz? Uychilar tinchmi? Yaxshi. Qiynalmasdan yetib keldingizmi? Xudoga shukr aynalayın, Xudoga shukr. Ichkariga kiringlar, marhamat. Rahmat. Ilohim. Qadam jetdi, bola ketmasin. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Rahmat. Qadamingizga hasanat. Rahmat. Xo'sh, qanday yangiliklar bor endi o'rtoq? Dunyoda yangilik o'ta ko'p qo'y. Qani bir eshitaylikchi. Bir yangilik aytaman. Sen suyunishib berasan menga. Agar yaxshi yangilik bo'lsa, suyunchi bizdan-da do'stim. Ne beralik bo'lding qo'y. Qoyilman. Tabriklayman. Muborak bo'lsin. Umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat aynalayın, rahmat. Kechirasiz-ku? Boboy bo'lib qolibsiz-ku, ha? Yo'q, Men hali yoshman, navqironman. Chol bo'gim yo'q hali. Vallahi qarash. Men cholmanba. Hazilda o'rtoq, hazil. Yaxshi niyat qilib jursang, Xudoy beradi qo'y. Mana bizlar sizlarga havas qilamiz, sizlar bizlarga havas qilasizlar. Ilohim sol martaban ulug' bo'lsin aynalayın. Rahmat. Aytganingiz kelsin do'stim. Olib keling. Xush kelibsiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Bering. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Mana stol yaxshi chasatilgan. Aziz. Xatining o'ta yaxshi ayolda. Choydan iching. Sen uchun, bolalar uchun jonini berib yuboradi qo'y. Rahmat. Yaxshi. Hormang. Charchamayapsizmi? Salomat bo'ling. Buni qarang. Shuncha yo'ldan baliq ko'tarib ketdi-ya. Mozor bosti bo'lsin deganlar-da. Bergan Xudoga yoqarkan. Menga qarang. Bu baliqda bir gap bor-ku. Qo'ysizchi. Aytgandek, dadajonisi. Mehmoningiz bugun ketmasalar kerak. Endi toqqa chiqish nima bo'ladi? Bilmadim. Kelish mehmonni o'zidan. Ruxsat berish mezbondan. Mayli. Do'stingiz oldilariga kiring. Zerikib qolmasinlar. Xo'p bo'ladi, xonim.
Xo'sh, Nodirbek, o'sha kungi mehmonlaring xursand bo'lib ketishdimi ish qilib? Qo'ling to'ldimi, ukam? Ha, barakalla. Astoydil ishlagan, xo'pmi? Правильно, Vita? Yaxshi o'rnak. Men bora qolay unda. Boramizmi? Mayli, bora qol. Xudo xolisa. Super tak, Vita. Да, что бы здесь Boraman. Ha, Shokirjon. Assalomu alaykum amma. Va alaykum assalom. Nima ovqat qilyapsiz? Ha, baliq qovurayotgandim. Keyib ketasan. Hozir uchib Ha, boraman. bo'pti, xo'p. institutda o'qigan paytimni men o'ta ko'p o'ylayman qo'y. Xush qani olib kelibsizlar. keling. Qani, marhamat. Voy, molodez. Rahmat. Maqsud aka. Rahmat. Dadajonsiz. Rahmat. Sovumasdan issiq yeylar. Rahmat. Choy keling. Yo'q, choy bor, rahmat. Xo'p, yaxshi o'tiring. Qani, o'rtoq, marhamat. Voy. Ay. Nima bo'ldi? O'zimning balig'imni o'zimga jegizib o'tirsinmi? Yo'q. Hali osh bor. Osh yemasdan sizga ruxsat yo'q, do'stim. Men sagan ketem dedimmi? Men 2 kun, 3 kun chataman. Ana bundan keyin atni minesin tezdi bildingmi? Ha, balig'in haqini chiqarmaymi men? O'zim ham shu baliqdan sal xavotirda edim-da. Buning bari azil qo'y. Jibet, jum sag'idan al. Oling. Issig'idan olsangchi. Bunday baliq dunyoda yo'q qo'y. Amudaryoda bor, daryoda. Amudaryoning balig'ini yemabsin, dunyoga kelmabsin. Alayng. Oling, marhamat. Oling. Osh bo'lsin, oling. Bay. Ko'rdingmi? Ajoyib bo'pti, Qoltig'i yo'q dedim-ba? Dedim. Tili yo'q dedim-ba? Dedim. Ko'rdingmi? Xo'sh qizlar, nima buyurtma berasizlar? Bizga Nodirbek degan taom kerak edi. Tushunmadim. Nodirbekni nima qilmoqchisizlar? Yemoqchi edik. Iltimos, yo'q demay chaqirib bering. Xo'p, hozir. Nodir, sen so'rab kelishibdi. Meni? Ha. Nodir, to'xta. Mana buni ol. Ha, Nodir. Senga omad. Salom qizlar. Salom. Mana taomnoma. Nima buyurasizlar? Biz so'k ichamiz xolos. O'tirsangiz gapimiz bordi sizga. Kechirasizlar. Men xizmatdaman. Один сок, 2 стакана. Menga qara. Hijolat bo'lib ketyapman. Nima deb gapiraman? Hoynahoy, o'zing yoqtirib qolgan bo'lmagin. Qo'y-senchi bunaqa gaplaringni. Gulnoz, siz bilan tanishmoqchi edi. Biz tanishmiz-ku. Yaxshilab tanishmoqchi. Kechirasiz. Men xizmatdaman. Menga bu yerda ko'p gaplashib turish mumkin emas. Assalomu alaykum amma. Ke Shokirjon. Qushdek uchib keldim. Yaxshi qilibsan. Mehmonlaringiz bormi? Bor. Pochchayni kursdoshlari kelganlar. Ha. Sen ularga xalaqit berma. Yur, oshxonaga kiraylik. Xo'p bo'ladi. Ol Shokirjon. Osh bo'lsin. Rahmat amma. Sekin-sekin shoshmasdan yegin. Amma juda ham mazali bo'pti. Rostdanmi? Ha. Faqat ehtiyot bo'l biya. Shoshmasdan, tag'in tomog'ingga qiltinog'i tiqilib qolmasin. Amma, men tosh yesam ham hazm bo'lib ketadi.
Bilaman. Baribir ehtiyot bo'l. Xo'p. O'zi o'qishlaring yaxshimi, Shokirjon? Yaxshi, rahmat, amma. Ertaga tog'ga chiqmoqchi ekansizlarmi, amma? Darrov qayoqdan eshita qolding? Bilasiz-ku. Ha, shunaqa niyatimiz bor edi. Pochchayni og'aynilari kelib qoldi-yu. Endi bu hafta ham dam olish yo'qqa o'xshaydi. Unda ertaga mashinangizni berib turing. Ana unda etudingiz o'zingiz. Hali ham esingdami? Ha, Mayli. Pochchang bilan maslahatlashib ko'ray. Nima derkinlar? faqat pochchamni ko'ndiring-da, amma. Harakat qilaman. Issiq ye, sovib qolmasin. Aha, xo'p. Mahiraxon, suyunchi bering. 5-qavatdagi kelinchak bor edi-yu. Egizak tug'ibdi, egizak. Voy, qanday yaxshi-ya. Xudoga shukr, esalomon qutulyapti. Aytmang. Shuning uchun qo'shnilar yig'ilib, chaqaloqni ko'rgani chiqmoqchimiz. Aytgani keldim sizni. Chiqasizmi? Qachon? Yakshanba kuni. Voy, darrov-a? Ha? Hech bo'lmasa chillasi chiqsin, opajon. Tag'in ko'yniga gap kelmasin. Voy, nimalar deyapsiz? Nega ko'ngliga kelarkan? Nima ham derdim, opajon. Ko'pchilik nima desa shu-da. Shu baliqdan xavotirdaman-da, do'stim. Baliq jaqdimi? Zo'r ekan baliq. Yesesh buni, issiqda yesesh. Oldim. Juda ham zo'r ekan. Bilasizmi? Ijodiy safarlarga borgandachi, yeb rosa maza qilganman. Ta'mi og'zimda qolgan. Aytib qo'y, baliq bizning boylig'imiz qo'y. Bir joyga atlanadigan bo'lsak, bir baliqni ko'tarib olib boramiz aylanayın. Bu Amudaryoda baliq qoldimi o'zi? Hozir bizda baliqchilik qo'shalig'i tashkil qilingan qo'y. Shuning içinde balıklar qaynab, bığıldab yotib boratolar. Omadingizni bersin. Rahmet. Balıkta problemi yo'q. Problemi teatrda qo'y. Qanaqa muammo bo'lishi mumkin? Sizday harakatchan rahbar bor joyda muammo bo'lishi mumkin emas-ku. Assalomu alaykum, Mohira opa. Va alaykum assalom. Mohira opajon, mendan xafa bo'lmang yana. Voy, o'g'loy qiziqmisiz? Sizdan nimaga xafa bo'laman? Endi tunov kungi voqea uchun-da. Ha. Men esimdan ham chiqarib yubordim. Keyin bilsangiz hamma ayb qizimni o'zida. Juda ham sodda. Kim nima desa ishonaveradi. Bo'rini oyog'i boqadi deyshadi-ku. Tirikchilik deb yelib yugurib yuribman-da. Meni to'g'ri tushuning, opajon. Men sizni yaxshi tushunaman, o'g'loy. Keyin tirikchilikni aybi yo'q deyshadi-yu. Asosiysi odamni bir-birovdan ko'ngli qolmasin. Mabodo biror qattiq gap gapirib sizni ranjitgan bo'lsam, uzr. Voy, nega uzr so'raysiz, Mohira opa? Opajon, mana yarashib ham oldik. Xuddi bilgandek yangi narsalar olib kelgandim. Hozir ko'rsataman. Keling. Ay, o'g'loy-ey. Buni qarang. O'zi shu kunlarda yoningizga chiqaman deb yuruvdim. Voy, rostdanmi? Lekin menga kerak narsa sizda topilarmikin? Voy, Mohira opa, nima ekan? Qani aytingchi, bilsak bo'ladimi? Kobra bormi? Nima? Kobra? Voy, kobra. Erkaklarni kobra degan atiri bor ekan. Ha, shunaqa demaysizmi, opajon? Kobra dedingiz-a, kechki payt uyga chiqing, men albatta sizga topib qo'yaman, xo'pmi? Xo'p, mayli. Mayli, chiqasiz-a uyga? Albatta chiqaman. Bosaringizni bersin, o'g'loy. Xo'p, mayli. Жаңа spektakldir qo'yib kerak. Gap bu yoqda deng. Buni balig'in haqini chiqarmaymiz-pa.
o'zim ham aytdim ha. Bu baliqda bir gap borovdi. Bizde oqsoqollar aytadi qo'y. Yegan og'zi uyaladi. Yaxshi. Bu mashoyixlarning yana bir gap bor. Ha. Do'sting uchun zahar yut degan. Xo'sh, qanaqa bir mo'ljallagan asaringiz bor? Endi o'zingdan qalar gap yo'q aynalayın. Anşadan beri teatrda isteysin, жақсы rejissyorsun. Bir iki spektakl qo'yib berish aynalayın. So'ning birovi обязательно komediya bo'lsin. Sonda tomoshabinlar sendan o'ta zaboladi qo'y aynalayın. Voy, baliq yemay, men o'lay. Xo'sh, tushundim. Xo'sh, bugun soat 2 da xullas teatrda yangi spektaklimizni repetitsiyasi bo'ladi. Vaqtingiz bo'lsa borasiz. Voy! Baramın aynalayın. Baramın. Nega bormas ekemin? 1000 kilometrden keldim qo'y. Şunu uchun keldim qo'y men. Assalomu alaykum. Keling Mehmon, salomatmisiz? Seni ko'rmaganimga 1000 yil bo'ldi aylanay. Qani? Va alaykum assalom. Buna teatrda qarashi. Keremet qo'y, keremet. Bunday teatrda istesang da bo'ladi. Bola-chaqamman bor, uydagilarim ham bor. Yaxshi, rahmat. Endi Mahmud aka menga uzr. Mehmonni sizga topshirsam, aktyorlarim kutib qolishmasin. Siz bilan alohida gaplashamiz. Xo'p, mayli. Voy, qaytib kelasan qo'y sen. Xo'p. Obi Maqsud aka. Biz tomonlarga kelib qopsiz. Tinchlikmi? Biror gap bormi? Gap yo'q. No, обязательно gap bo'ladi qo'y. Bir tomchi suv dedingizmi? Qanday qilib bir tomchi suv shunday katta chinorga yordam beradi? Bu bir tomchi suv emas, bir tomchi mehr. Mehr? Kengroq. Yo'q, Mehr esa katta va buyuk ishlarga qodir. Ha. Hozir borib yangi spektakl repetitsiyasini tomosha qilamiz. Yangi spektaklmi? Albatta yangi spektakl. Unda обязательно ko'ramiz qo'y uni. Qani yuring. Isming nima, qizaloq? Meni ismim Fatima. Manavi esa meni do'stim Mosh bo'ladi. Yo'l bo'lsin. Biz Yovuz Ro'dapalarning oldiga ketyapmiz. Yovuz Ro'dapani oldiga? Yo'q, to'xtang. Mana shuni tushunmadim. Qayerga ketyapsiz? Biz Yovuz Ro'dapani oldiga ketyapmiz. Yovuz Ro'dapani oldiga? Qo'rqmaysizlarmi? Yo'q. Rahmat yigitlar, qizlar, yaxshi bo'ladi. Hozircha bo'ladi. 5 daqiqa dam olib turinglar. Xo'p, kelinglar. Qani, yuring. Kebatirmiz aynalayın, kebatirmiz. Zerikib qolmadingizmi? Yuragimni tuz seppesh aynalayın. Shul yo'qimiz söyleshgan gepligishi qoldi. Sho. Nima gap ekan u? Maqsudbek siz bilan meni Qoraqalpog'istonga baliqxo'rlikka chaqiryaptilar. To'g'ri. Baliqchilik xo'jaligini tuzibdi. Sondaq. Bahonada Azizbek Qoraqalpoq tomoshabinlariga bitta spektakl qo'yib beradilar, deyaptilar. Ha. Oba Maqsudbek. Mahmud aka? Ha. Biz ham bilmasdan o'sha baliqdan yeb qo'yganmiz-da. Aynalayda. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom qizim. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Darrov kiyimlaringni almashtirib choyingni ichib ol. Xo'p.
yaxshisi bo'ldi. Shuncha dunyo kezib, bunaqa g'aroyibotni ko'rmagan edim. Bu yerda qandaydir kasallik bor. Ammo bemorlarimiz ikki qo'shni. Ojon, to'qqa tayyorlanaylikmi? Voy, to'qqa boramiz. Ko'ramiz qizim. Toqqa chiqishimiz hali noma'lum. Voy, oyi, to'qqa bormaymizmi? Dadangning og'aynilari mehmon bo'lib kelgan. Shu mehmonlarni deb hech qayoqqa chiqa olmaymiz. Unaqa dema qizim. Uyat bo'ladi. Qalaysizlar? Yaxshi. Yaxshi. Ol qizim. Sovumasin. Hozir poplaymiz. Nima bo'ldi, oyi? Kayfiyatingiz yo'q. To'qqa bormaydigan bo'libmiz. O'shandan ham kayfiyatlari yo'q. Xo'jayin, eshagimni ostidan sillasi qurigan. Voy. Narigi dunyoga ravona Oyi, to'qqa chiqmaymizmi? Biroz hashak bilan suvingizni qizg'amang. Sabr qilinglar bolalarim. Hali hech narsa aniq emas. Dadang kelsinlar, keyin ma'lum bo'ladi. Qachongacha, oyi? Sabri ham oxiri bor-ku axir. Nimaga hamma deydiyo'laringni menga qilasizlar? Ana, dadang kelsinlar, o'zlariga gapiringlar. Bag'dod xalifasida ham yo'q bunaqasi. Bu chet el moli. Mana, suf, kuf, bala. Eshityapsizmi? Chet elniki deyapti. Yana bilmadim. Dadanglar kelishi shekilli. Eshikni ochib bor qizim. Hozir. Chol, molingni men olaman. Evaziga mana 200 tanga. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xudoga shukr. Bu qovunsiz dunyo menga qorong'u. Dadasi? Mehmoningiz qani? Qarindoshinikiga ketdi. Voy. Voy. Dada, endi to'qqa boramizmi? Boramiz qizim. O'zim asal qizim. Oyi, kiyimlarimizni ham olib olamizmi? Hozir tog' ancha salqin deyshadi. Albatta siz kiyimlaringni olinglar, xo'p? Oyi, cho'milamiz. Ertaga quyosh chiqsa cho'milamiz. Oyi, qanday Qarmog'ingni ham olamiz. Labay. Hay, eshitaman. Ha? Ha, mayli. Ertaga uyda bo'lamiz. Ha, mayli, kelaveringlar.